ichida qilib bonus qilib beramiz. Rahmat hammaga, aloqaga chiqing. Podpiska bosib qo'yinglar, kommentariyaga yozamiz. Rahmat hammaga. Bu xonadonga 50 kilovatli quyosh stansiyasi 180 million so'mga to'g'ri keldi. 12,5 da yoqilgan paytida kecha 47 kilovat ushlab turgan. Assalomu alaykum kanalimizga obunachilar. Mana biz bugun Farg'ona shahri Shohmardonobod qishlog'idamiz. Bu obyektimiz 50 kilovatli quyosh stansiyalarini o'rnatib berdik. Bu xonadonga 50 kilovatli quyosh stansiyasi 180 million so'mga to'g'ri keldi. Endi bu yerda panellarimiz Haymo Exxon, Longi Haymo Exxon o'rnatilgan. Profil ugolnilardan ularni kraska qilib berganmiz, maxsus simlardan ishlatdik. Xudo xolasa shu ko'rinishda o'rnagan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunda 3 qator qilib, bu tomonda 2 qator qilib o'rnatganmiz. Agar ko'rayotgan bo'lsalaring, mana ko'rinyaptimi? Bu yerda soya to'xtayapti mana shu yerda. Soya metr to'xtagan. Bunga soya tushmaydi. Shunisini ham hisobga olinglar. Hamda buni graduslarni hisobga olingan holatda 35 gradusda qo'yilgan. Xudo xolasa juda ham quyoshga zo'r turibdi. O'shanisini hisobga olib qo'yilsa bo'ldi. Endi keyin hozirgi narxlarimiz bahorgi narxlar, qishki narxlar tugadi. Xudo xolasa endi umid qilamiz yozda narxlarimiz qimmatlashib ketmasin. Umuman ko'p ehtimol bilan yanajicha qimmatroq bo'ladi. Lekin doim qimmatlashmasin, ko'proq odam qo'ysin. Yashil energiya hech qanday havoga zararli bo'lgan narsalarni chiqarmaydi. Bu prosta quyoshdan energiya olib, tok ishlab chiqarib beradi. Hozir sizlarga pastga tushib inverterda qay tarzda o'rnatilganini ko'rsatib o'taman. Panelni oldiga ham tushib oldik. Shitimiz shu tarzda o'rnagan avtomat pedalnator, uzib DC avtomatlarimiz chiroyli qilib berilibdi. DE 50 kilovatli inverterimiz shu tarzda o'rnagan. Hozirda masalan 10 ta kam 11 ko'rsam bo'ladi, 26 kilovat ushlab turibdi hozir. 27. Hozir endi bulutli havo turibdi, shuning uchun shu tarzda o'rnagan. Endi demak, biz ko'pchilikga qo'yib berayotganimizda ikkita narsani bonus qilib beramiz. Agarda sizni uchuvchingizni 220 dan 380 ga o'tkazib berish kerak bo'lsa, siz bizga biz aytgan kabel va uchuvchini olib bersangiz, kabelni ya'ni stalbadan tortib kirgizib beramiz. Bizga jicha kattaroq kabel kerak bo'ladi, chunki oqib chiqayotgan tokni hisobini, o'sha oqib chiqayotgan tok oqib chiqib ketishi kerak. Shuning uchun kattaroq kabel qo'yamiz. Buni aytamiz nechilik kerakligini va uchuvchi mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga bolalarimiz 380 lik maketda shitcha qilib berishgan. Bu montaji besplatniy bo'lgan и stalbadan kelayotgan kabel ham besplatniy tortib bergan bonus sifatida. Hamma kim bizga aloqaga chiqsa, qo'yilayotganda bemalol mana shu ikkita narsani uchuvchi bilan kabelni olib berasiz, biz ichida qilib bonus qilib beramiz. Rahmat hammaga, aloqaga chiqing. Podpiska bosib qo'yinglar, kommentariyaga yozamiz. Rahmat hammaga.